hisoblangan soliqlarni kiritish va qoldiq soliqlarni kiritish bo'yicha qisqa video. Buning uchun ma'lumotlar menyusidan soliq hisobi menyusiga tanlanadi. Mana solishtirma davlatnoma qismida barcha soliq ma'lumotlari avtomatik ravishda ko'rinib keladi. Bu yerda ma'lumot uchun yangi ma'lumot kiritmoqchi bo'lsak, soliq hisoblar jadvaliga o'tamiz. Agar biz qoldiq soliqlarni kiritmoqchi bo'lsak, dekabr oyini aytaylik, avvalgi davrni dekabr oyiga qoldiq ma'lumot kiritamiz, keyingi yilda boshlash uchun. Dekabr oyini tanlaganimizda tizim avtomatik ravishda qoldiq chiqarib beradi. Agar qoldiq kiritmoqchi bo'lsak, qoldiqni tanlaymiz yoki yil davomidagi dekabr oyini kiritmoqchi bo'lsak, hisoblashga o'tkazib olamizda bemalol davom ettirib ketsak bo'ladi. Birinchi qoldiqni ko'rsataman. Qoldiqni kiritish uchun mana qoldiqni tanlaymiz va barchasini bosamiz. Bizda barcha soliqlar ko'rinadi. Kerakli soliqlarni haqdorlik, qarzdorlik bo'yicha kiritib ketsak bo'ladi. Aytaylik, xo'jalik qiymati soliqidan qarzimiz bor. Kreditor qilamiz, summani kiritamiz. Foyda solig'idan haqqimiz bor. Debitorni tanlaymiz va summani kiritamiz. Kerakli soliqlarni xuddi shu tartibda kiritib saqlab olsak, tizim avtomatik ravishda qoldiqlar hisobini oladi. Agar hisoblamoqchi bo'lsak, hisoblashimiz uchun albatta bir oy bo'lishi shart emas. Har oy uchun, aytaylik, yanvar, fevral, mart qaysi oy bo'lsa ham kirganimizda hisoblash chiqadi. Barchasini tanlaymizda kerakli soliqdan hisoblangan summalarni kiritsak bo'ladi. NPS, jismoniy shaxs daromad solig'i, ijara solig'i, ijtimoiy soliqlar avtomatik ravishda o'zi shakllanganligi uchun bular qo'shilmagan. Qolganlarini bemalol har oylik hisobot yoki choraklik hisobot bo'yicha ma'lumotlarni qancha soliq chiqamiz shuni bemalol qo'lda kiritib saqlab olsanglar bo'ladi. Aytaylik, foyda solig'i kvartalni chiqqan summani kiritiladi yoki bo'lmasa yer solig'i, mulk solig'i, suv solig'i, bu ma'lumotlar oylik, kvartallik bo'lsa bemalol kiritib va boshqa ma'lumotlar yaqinda qo'shildi. Bu ma'lumotlar qishloq xo'jaligi mo'ljallangan yer solig'i bo'yicha ma'lumotlarni hisoblangan kiritib saqlab qo'ysak, tizim avtomatik ravishda mana shu belgilangan oy uchun hisob-kitoblarni avtomatik ravishda balansga qo'shib boradi.